Yo'q. Adashinglar, bu siz o'ylagan narsa emas. Keramik vinillar qanday tayyorlanishi haqida bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Bemor tishi vinilga chaqlangandan keyin skaner yordamida qolip olinadi. Uni fayl shaklida texnika tashlab beradi, texnik laboratoriyada modelirovka qiladi. Undan keyin uni pechat qiladigan apparatga jo'natishadi. Bu 3D model pechat hisoblanadi. Bu bemor jag'ini shunaqa ko'rinishda pechat qilib beradi. Tish texnika esa shunga asoslangan holatda tish va koronkalarni, vinillarni yasaydi. Vinillar aslida mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bu katkam apparati esa uni tish shakliga keltirib o'yib yasab beradi. Tish texnika esa keramik kukunni maxsus eritma yordamida aralashtiradi va printerdan chiqqan vinillar ustiga qo'shimcha ishlov berib chiqadi. Katkam apparati yordamida o'yilgan vinilga qo'shimcha ishlov berilib, mana bu keramik pechkada uni pishirib olamiz. Mana 750-800 gradus ostida koronka va vinillar shu holatda tayyor qilinadi. Hali issiqqina. Bemalol buni bemorga taqishimiz mumkin. Endi haftalab kutishni hojati yo'q. Bir kunda yangi tabassumga ega bo'lish uchun bizga bog'laning. Tabassumingizni san'at asariga aylantiramiz.